Ho'p, assalomu alaykum. Bugun biza Telegramda chatlarni arxivlashni o'rganib chiqamiz. Buning uchun Telegramga kirib olamiz va kirganimizda bitta chatlar chiqadi. Chatlarni arxivlash uchun mishka o'ng tugmani bosamiz. Arxivlash chiqadi. Shu bilan arxivlanib boshladi. Mana arxivlandi. Mana bular arxivlangan chatlar. Chatlarni eng tepasida chiqib turadi. Bu juda noqulay. Buni kichkinartirish uchun yana o'ng tugmani bosamiz. Darhol. Bu kichkinardi. Mana bu yerda arxivlangan chatlar ikkita ko'rinib turibdi. Buni ichiga kiramiz. Burada arxivlangan chatlar. Bularni arxivdan chiqarish uchun yana o'sha o'ng tugmani bosamiz va arxivdan chiqaramiz bularni. Arxivdan chiqar. Mana arxivlangan chatlar chiqdi va arxiv yo'qoldi. Biz sizlar bilan o'shani o'rgandik. Xayr, sog' salomat bo'linglar.